Xo'sh, bismillah. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Mana namoz musobaqasi uyushtirilgan, namoz darslarida o'tib, farzlar, sunnat, vojiblar, fazilatlari endi yozdan foydalanib masjidlar ushlashga harakat qildik-a, jadvallar chiqarib. Xo'sh, mana o'rinlarimiz paydo bo'ldi, hammanikini tarqatdik, hamma harakat qilyapti ekan, juda zo'r. Lekin yana ham kuchaytiringlar, biz chiqmasak boshqa hech kim chiqmaydi. Biz o'qimasak boshqa hech kim o'qimaydi. Biz musulmonmiz. 7 yoshdan boshlab o'rganish kerak, 10 yoshdan boshlab uje uriladi namoz o'qimasa. 12 yoshdan bilasizlar, savob gunoh yoziladi. Xo'sh, 3 ta o'rinimizni mana e'lon qilamiz. 3-o'rnimiz zikrulloh ekan. 1680 ball bilan keling. Masjidda yashagan bolalarimiz ekan-da, 3tasi. Mashallah. Mashallah deb tabriklaymiz mana. Qo'g'aziz. Xo'sh, yeralar bilan, ota-onalar bilan choy ichib va namoz o'qib yana vaqtida. Bundan keyin tashib olmanglar, bo'ptimi? Qog'oz bitdi deb. O, nari farishtalar qog'oz bitmaydi aytib qo'y. Xo'sh, ikkinchi o'rin Aydin ekan mana. Mashallah. Mashallah deymiz. Unga chaynagi bilan beramiz endi. Zikrulloh billah qo'shilib olib choy ichsalar ham bo'ladi. Allohu akbar. Ha. Xo'sh, endi birinchi o'rnimizga mana Erzayev Muhammad Amin. Demak, masjid o'qiganlar 20 ball, boshqa yerda o'qib qolsa 5 ball. Bitta ham qazosi yo'q ekan. Inshaalloh Alloh rozi bo'lsin. O'tamiz. 1775 ball bilan Allohu akbar. Ha, bu bolaga mana soat beryapmiz. Yana ham kech qolmasdan, yana ham kerak bo'lsa ozonchidan ham birinchi chiqadiganlardan bo'lsin-a, chiqib ozonlarda aytadigan bo'lib, mana tabriklaymiz. Mashalloh, Alloh rozi bo'lsin. Namoz ushlab qolinglar, qiyomatda ham hali mukofoti bor. Alloh taolo hammamizni namoz o'qiydiganlardan qilib, o'zini yaxshi ko'rgan bandalardan qilsin. Amin ya rob. Sallallohu Jazakalloh xayron. Muhammad va ala alihi